qishloqni birpasga tashlab qo'ysang bo'ladi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم muhtaram yaxshi ulug' otaxonlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, haqda a'lo barchalarimizni mana shunday bir ulug' kunda, mana shunday bir elda Alloh taolo sizni bizni bugun jamladi. Inshaalloh qiyomatda payg'ambar alayhisolamning atroflarida ham jannatda ham mana shunday bir go'zal holatda jamlanishimiz Alloh taolo barchamizga nasib aylasin. Muhtaram bu ikkinchi bo'lim ahli Alloh taolo har birlaringizga mana shunday bir ulug' kunda Alloh muboraklik qilsin. Mana shunday bir ulug' kunda buni hozir biz ko'rib xursand bo'lib turibmizki, mana shunday bir elni birdamligi, xalqda yig'ilganligi, albatta bu mana shu yerda mana shu aynan mana shu ikkinchi bo'lim qishlog'ini albatta bu yosh kichiklarini albatta mana bu yosh kattalarning so'ziga quloq solib, ana o'sha birdamlik, hamjihatlik, demak mana shunda azizlar barokat katta bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom aytganlarki, maslahat qilinglar, maslahatda barokat bor deganlar. Mana hozir hoji bu aytib o'tdiki, demak bu qishloqda har bir insonni o'zini fikri, o'zini bir fikr doirasi borki, mana shu o'rinda aytmoqchimanki, albatta bu el aynan ikkinchi bo'lim qishlog'i olingan mana shu masjidlarni ham obod qilgan el. Chunki biz doim mana shu masjid uchun bir ihson, bir yordam bo'ladigan bo'lsa, albatta biz kelgan vaqtimizda biror bir kishi bizga yo'q degan rad javob bermagan. Albatta bu chiroyli ihson qilingan. Mana masjidlarda bu yil ko'rdikki, Ramazon oylarida o'sha taroveh namozlariga ham qoldirmasdan bu eldan ibodat qilgan inson ko'paydi. Nima uchun aytyapmanki, sabab bugun Allohning baytiga qadam qo'yadigan, Allohning baytiga qarab yuradigan